Uyatsiz yo'nalishimni to'xtatdim. Hamma Telegram kanallari yopiladi. Bu Tasavvur qilinglar. Bitta bola qilib o'tiribdi. O'rtog'i bilan shunda to'xtadim. Nima problema dedim. Ne chichillayapsan, ne titillayapsan dedim. Chichib qo'ydi ishonasizlarmi? Hassaslik. Her kız kelgan bo'lsa senga yalinib telefon qilsam, jonim o'salim, bugun sizni ko'rmasam o'laman deb. uyatsiz yo'nalishimni to'xtatdim. Hamma Telegram kanallari yopiladi. Bu narsani oxiri yetib kelishi kerak edi. Oxiri bugun ekan. Bugundan boshlab Telegram kanal yopildi. Bugundan boshlab Shahati yechinishni to'xtatdi. Men bilan bo'lganlar uchun katta rahmat. 2 yil davomida ko'p narsaga erishdim Telegram orqali. Bu yo'nalishdan odam baribir charchaydi. Shuning uchun hammaga rahmat, yonimda turganlarga ham rahmat. Odamiy yo'nalishda tarqalmoqchiman, lekin hech qanaqa Telegram kanal boshqa bo'lmaydi. Telegram kanal bugundan boshlab yopildi. Moshenniklar, feyklar ko'payib ketganda, u feyk moshenniklarga ish qolmaydi endi. Chunki bu video hozir tarqalib ketadi. Yana bitta gap, bilasizlar, biz sog'lom kosmetologiya tarafdorimiz. Sog'lom limfasiz, to'g'ri ovqatlanishsiz qizni ko'p gapiraman. Juda qiyin go'zallashish. Juda ham. Chunki yuzingizga ukol olasiz, badaningizni baribir pitaniyasiga ham qarashingiz kerak. Yuzingiz tarring, badaningiz osilib yotmaydi-yu. Men yopib kiyinsangiz ham uyda baribir hammamiz mana shunaqa kamida mandagi shortik kiyib yuramiz. Bu men faqat uyat berilayotganda sal-pal chetda qolib ketganman. Endi bitta odam bo'lish kerak-da, shunaqa badani orqali ko'rsatib berish kerak. Ba'zi bir aytvaman-ku, ba'zi bir erkaklar meni ko'zimni olaytirish uchun shunday kiyinyapti deb o'ylashi mumkin. Har doim ham hammada niyat har xil bo'ladi. Men yoqtirmayman menga nima deydi, anaqa yozadi-yu, maslinnoy glazalar bilan erkindirmanga bundoq qarasa, men naqli gapiraman, nima bo'ldi deyman, ne qaravasan deyman. Qo'rqib ketadi. Tasavvur qilinglar. Даже bunda o'tib ketayotgan paytimda bitta bola qilib o'tiribdi, o'rtog'i bilan shunda to'xtadim. Nima problema dedim. Ne chichillayapsan, ne titillayapsan dedim. Chichib qo'ydi ishonasizlarmi? Ой, мамочки. Поэтому мне не нравится, но мне нравится показывать себя, получать от женщин комплименты, от мужчин тоже, faqat adekvatные. Не с вот этими вот это. Фу. Вот. Chunki chiroyli figura bu estetika, bu именно возбуждение масс. Chiroyli figura bu именно kimnidir bir nima qilish kerak emas-da. Это призыв. Вот так можно. Можно родить. Да, операциyalar bo'lgan bo'lsa ham, но можно imkon qadar estetikно выглядеть. Вот menda endi sog'lik bo'lganligi uchun, shuning uchun meni kiyimimda bir anaqa как его razvrat ko'rmaysizlar degan umiddaman. Anaqa yamkalarimni ochib, limfalarimni qilsam-da, o'zi vashi yechib tashlab qolaman. Просто internetga chiqish uchun mana shunaqa iloji yo'q, sizlarga ko'rsatib beraman. Mana bitta ham katta limfalar o'tgan. Mana bitta ham katta limfalar o'tgan. Mana bular hammasi yengillansa, yuz yosharishida, badan yosharishida katta rol o'ynayacak. Men sizlarni seviyorum. Ishga shoshaman. Yo mazza qilib sol, uyalmasdan hassaslik. Her kız kelgan bo'lsa senga yalinib telefon qilsam, jonim o'salim, bugun sizni ko'rmasam o'laman deb. To'g'ri aytyapsiz mana shu. Masalan, bir qiz ketyapti. Ikkala qiz, bitta qiz bilan bitta bola ketyapti masalan. Ikkalasi biladi, gazetasiga borgandan keyin o'sha ish bo'lishiga. Yana aytib qo'ydi, uyalaman-da, birinchi marta ko'rishishim, gandon, birinchi marta ko'rishishimda rosa ber. Qaytib seni unutolmaydigan qilib shunday berginki, boshqa qizga qaramasin. Boshqa qizga qarab 10 ta qizni sikib kelsa ham seniki boshqa deb kelsin oldinga. Uyalab o'tirasan, bilasan, balbu sikishgani bo'lyapsan. Men xo'ya senga bilan uyalaman-da. Assalomu alaykum cholab-chulublarim, salom beray boshidan. Menga qaranglar, hurmatli negativlar. Rasmlaring bo'lgandan keyin men olib chiqaman, negativ yozib mana. Negativ Shahlan amini lilib etib yalab yurganlar. Menga po'xo'y Shahlan o'zining profillari bilaman, qarindosh urug'i, iloti, yana ham tuxumi, shu qo'shnilari yozadi bilaman. Rasm qo'shib qo'rqadi menga negativ. Boshqa rasm borlarga keladigan bo'lsak, olib chiqaman baringni. Olib borib olib kelaman. Mana yana bola. Turkiyada ekan hozir. Tuprak qalali qizlar Yulduz ekan edi 98-chi g'or deymanda. Turkiyaga borib ona bola jalablik qilgandan keyin nima deb aytay? Ikko'ng ham jalabsan. Hech kimdan qo'rqmayman. Bu ustimdan yozib berayotgan vaqtingda so'raydi. Nima sababdan sizni so'kdi? Nima sababdan sizni rasmlaringizni qo'ydi? Nima bo'ldi deganda, mana tupoy odam ham hamma joyda zakon bor. O'zbekiston tembol yaxshi ishlaydi. Biz O'zbekistonimiz zakon bo'yicha. So'raydi, o'zimiz so'kdimiz yana deydi. Sen aytasan jalabligingni. Men kommentariyga yozdim, so'kib, begimot o'zingga she'ri qo'tag'i. Sen qizingga tarbiya bera olmabsan, pastdagi jalab. Qo'tog' am deb yozyapti kommentariyaga.
Sen enasan-ku. Seni qizing bokira-ku. Teshimas-ku. Qayerdan biladi qo'toq amdi bokira qiz? Bu jalab to'shlab basharasi aytib turibdi-ku, qo'toq so'raman deb turibdi. Sen ham jalabsan, bu ham jalab. Men olib chiqib qo'yaveraman, qo'rqmayman hech qaysingdan. To'proq qalada qarindosh urug'lari bo'lsa, tog'a amaykilari bo'lsa, ey, yinglashtir ey qarindoshlaring, opasman bo'lmani kommentariyamda. Zing berasan.